Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Doska va Zamira. Bu degani bugun rus tili grammatikasi bilan degan darslarimizning birinchi qismi. Avlod mavzusi. Qanaqa avlod deyishingiz mumkin? Rus tilidagi rod so'zi o'zbek tiliga tarjima qilinganda avlod degan tarjimani beradi. Siz buni avlod deb yodlamaysiz, siz rod deb yodlaysiz. Rus tilini 2 hafta, 3 hafta o'rgangan supermenlar har doim sizga 4 ta rod bor deydi, lekin bu chuqur grammatikaning mavzusi. Bizga faqatgina 3 ta rod kerak bo'ladi. Bu murskoy rod, женский rod, средний rod. O'zi rod hech qanaqa jins bilan bog'lanmagan. Masalan, har doim meni xayolimga собака desa qanaqadir murskoy roddagi erkak jinsdagi narsa keladi xayolimga. Lekin собака женский rod bu degani hech qanaqa logik mantiqiy bog'lanish yo'q. Faqatgina rus tilida oxirgi harflarga e'tibor bilan rodni ayirmashtirib ketaveramiz. Keling, ko'rib olaylik qanday o'zi kitoblarda belgilanib ketadi rod. Murskoy rod deganda m.r deb yozib ketishadi kitoblarda. Женский rod deganda j.r deb yozib ketishadi. Средний rod deganda sr.r va bular bilan birga men sizlarga ko'plikni ham o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Nimaga? Chunki ko'plikda rod tushunchasi umuman yo'qolib ketadi. Ko'plikda rod yo'q deylik. Мужское множественное число. Mni ch deb ko'rsatilib ketadi. Xo'p, hamma murskoy roddan boshlasa, men sizlarga женский roddan boshlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Nega? Chunki женский rodni tushunib olish juda arzon. Oson. Agarda so'zlaringizni oxirida siz a yoki ya harfini, imенно ot so'zlarida, hamma so'zlarda emas. O'tmi? O'sha nuqtacha bo'lmasa kerak. Женский rod har doim asosan a yoki ya harfiga tugagan so'zlar bo'ladi. Средний rod o yoki da y harfiga tugagan so'zlar bo'ladi. Множественное число ko'plik ga yoki ga tugagan bo'ladi. Mana shu ni chiqarish uchun deysizda, harf bilan aytganingizda t demoqchi bo'lsangiz, tilni tanglayga tepaga urasiz. T ni pastga, tanglayga pastiga ursangiz, tish orqaga ursangiz, t bo'lib qoladi. Shuning uchun tepaga uring, t bo'lib chiqadi. Sizlarga layfhak. Endi murskoy rodda undosh harflar. Agar siz ham ko'plarga o'xshab undosh harflar nimaligini bilmasangiz, o'zbek tili grammatikasini o'qimagan bo'lsangiz, men hozir tushuntirib ketaman. Undosh, o'zi to'g'rimi undoshmi? Xo'p, k, g, h, ch, j, sh, l, p, t, n, v, f, z, s, k, g, d, t harflari hammasi murskoy harflari yoki undosh harflar deyiladi. Yoki undan ham oson o'rganishingiz mumkin. Bundan tashqari hamma harf murskoy rodga kiradi. Ha do'stlar, shunday. Endi mana buni ko'rdik. Undosh harflar a yoki ya, o yoki y, i yoki i. Bittadan primer aytib ketaman. Primer degani namuna. Murskoy rodga menga yoqadigan so'z bu dom. Женский rodga ovozim xirlab qoldi. Женский rodga eng ko'p keladigan so'z bu mama. Средний rodga biz aga aytdik, bunga o'ga aytamiz. Okno. Okno aytilgani bilan baribir okno yoziladi. Множественное числоga albatta dengini yozishimiz mumkin. Dengi har doim ko'plikda bo'ladi, uni birligi yo'q, значит rodi yo'q. Dengi bu har doim ko'plik. Dengi, всё ты решаешь deydi-ku, o'shandan ko'rib dengi. Xo'p, domni yozdik. Endi albatta har bitta qoida bo'lganiga uni mustasnosi ham bor. Lekin kelinglar yana bittadan namuna qo'shay. Ma a ga tugadi. Sim ya ga tugadi. Дальше море dengiz y ga tugadi. I ga tugashi uchun подруги yozamiz. Podrugi. Bilsanglar bilarsizlar, yozyapman. Mehnat qilyapman deb. Podrugi dugonalar. Xo'p, mustasnolarga kelsak, asosan
murskoy roddagi mustasnolar bizga muhimroq. Kelinglar. Mana dadangiz papa so'zi. Siz buni o'tganimizdan keyin aytasiz. Zamira, papa женский родmi deysiz. Men aytaman, yo'q. Buni hammasini unuting. Papa murskoy rod. Chunki u tug'ilganda erkak kishi bo'lib tug'ilgan. Agar siz Fransiyada yashamasangiz, asosan erkak kishi bo'lib tug'ilgan. Dedushka u ham aga tuyuladi, lekin baribir erkak kishi bo'lib tug'ilgan. Bobangiz ular ham murskoy rod bo'ladi. Dada, tog'a ular ham aga tugaydi, lekin baribir erkak kishi bo'lib tug'ilgani uchun murskoy rod bo'ladi. Yana starosta degan so'zimiz bor. Yunisha degan so'zimiz bor. Bu mustasnolarning hammasini men video napisaniyasiga tagida qoldiraman yoki Telegramdan bizga yozib yuborsanglar, ro'yxatini polni tashlab yuboramiz. U ham variant. Xo'p, keling bitta shu papani yozib qo'yamiz. Papa как mustasno. Papa. Xo'p. Buni eslab qolish kerak. Plus dada. Dadani ham yozing. Da. Rod ko'pincha eslab qolish orqali o'rganiladi. Uni boshqacha bir qanaqadir fantastik yo'li yo'q. Bu yerda esa yaga tugagan 12 ta so'z. Miyaga tugagan so'zlar. 12 ta so'z. Miya, semya, plemya, vimya, plamya, stremya deb yana dalsh ketaverasizlar. Ularni yana ro'yxatini men sizlarga tashlab qo'yaman. Yodlab chiqing, esingizdan chiqib qolmasin. Endi mana endi shunaqa oson ekan ustoz. Nega biz baribir xato qilaveramiz desangiz, bu yerda yana bir qitmirgina мягкий знак degan tushunchasi bor. Мягкий знак murskoy rodda ham bor, и женский rodda ham bor. Ularni qoida berishadi, lekin u qoidaga hech qaysisi tushmaydi. Bu degani siz umrbod qiynalishga agar siz mягкий znakli so'zlarni yodlamasangiz, hech qachon tushunib yodlab qola olmaysiz. Hozir bir ikkita primerlarni yozib ketaman. Asosiy sizda ko'proq uchraydiganlari. Bu dверь. Dверь. Dверь qaysi rod? Женский rod, chunki buni tagiga yozdim. Dверьча она моя. Xo'p, дальше. Тетрадь. Tетрадь ham mягкий знак bo'lgani sababli qaysi rod? Da. Женский rod. Lekin ustoz murskoy rodda ham mягкий знак bor-ku deysiz. To'g'ri. Lekin bular ko'pincha женский rod bo'ladi. Ko'pincha har doim. Yana endi murskoy rodga ham mягкий znakli so'zlar yozishim kerak. To'g'rimi? Deylik. Кровь. Oy, кровь ham murskoy rod, женский rod. Кровь. Жизнь ham. Жизнь. Men hozir murskoy rodga slovar so'zini qo'yaman, chunki sizda slovarlar bor-ku. Shu xayolingizga keladi. Slovar. Вот, например, средний rodda mana 12 ta miya bilan so'zlar. Яблоко deymiz, lekin яблоко bo'ladi. Baribir u ham средний rod. Okno, zerkalo, da, zdaniye, ye bilan i bu har doim женский rod. Xo'p, endi nima uchun o'zim mnoжественный числоni qo'shuvdingiz, lekin hali tushuntirib bermayapsiz desangiz, men sizga aytaman. Shunday so'zlar borki, har doim ko'plikda keladi rus tilida. Bu деньги, bu брюки, bu ножницы. Ikkita oyoqchasi bor narsalar. Kiyim boshlaringizni почти hamma beldan pastga kiyiladiganlari ko'plikda bo'ladi, множественное число. Shorty, losины, колготки, брюки, джинсы, трусы, носки, bridji, hammasi ko'plik. Har doim ko'plik, o'zgarmaydigan ko'plik. Deylik, брюки. Брюки. Bu bittalik bo'lib qolmaydi, bryuk bo'lib qolmaydi. Брюки bo'ladi har doim. Hisob qiling. Yana ножницы degan so'z bor. Qaychi. U ham ikkita pichoqchadan iborat. O'sha uchun ножницы, ya'ni qaychi, pichoqlar degan tarjimani beradi. Shuni eslab qolishingiz kerak. Xo'p, endi narsa buyum meniki deb yoki rodini ko'rsatib berish osonroq bo'lishi uchun bizda mana shu murskoy, женский rod, средний rod deyishni o'rniga odamlar asosan menikini so'zini ishlatib ko'rishadi. Ishlatishadi. Xo'p. Murskoy roddagi narsa meniki demoqchi bo'lsak, narsa buyumni moy deb beramiz.
Moy. Aytib ketamiz, qaranglar. Moy dom. Moy papa. Moy dada. Moy slovar. Meni slovarim bo'lib ketdi. Xo'p. Endi meniki ona deylik. Meni onam. Moya. Shunday. Moya mama. Moya семья. Моя дверь. Моя тетрадь. Моя кровать. Моя жизнь. Tushunarlimi? Дальше. Средний rodda moyo. Yo harfi har doim urg'u oladi. Shunda so'zni ko'rsangiz, moyo emas, moyo. Har doim yo'ga tushadi urg'u. Moyo окно, voy. Moyo окно. Moyo море. Moyo здание. Moyo яблоко bo'lib ketaveradi. Ketdik, ko'plik. Мои. Мои деньги. Мои подруги. Мои брюки. Мои носки. Мои ножницы. Мои подруги. Ko'rdinglarmi? Xo'p, endi mana bu narsalar, so'zlar hammasi ko'plik formasida bo'lsa, ular yana мои bo'lib ketadi. Dom, мои дома. Мои папы, dadalarim. Endi g'alati-yu. Мои дяди. Мои словари. Мои двери. Мои мамы. Мои семьи. Мои тетради. Мои крови. Крови ko'plamaydi, chunki kровь bu umumiy qon. Qonlarda bo'lmaydi. Мои жизни desak bo'ladi, lekin hayotlarim. Мои окна. Мои моря. Мои стремя. Stremi. Tushunarli? Rodni tushunib oldingiz-da. Rodni tushunib olganingizdan keyin u degan narsani aytishni o'rganishingiz kerak. Masalan, birinchi gapingizda mashina katta ekan, u uyimni tagida turibdi demoqchi bo'lsangiz, shunda rodini yana ishga solishingiz kerak bo'ladi. O'zbek tilida u bitta. U o'g'il bola, u qiz bola, u sredniy rod farqi yo'q ketaveradi. Rus tilida unday emas. Rus tilida даже u so'zi ham har xil ko'rinishlarga ega. Agar sizning so'zingiz murskoy rod bo'lsa, u demoqchi bo'lsangiz, on deysiz. Hali egalik olmishlarni ham o'tib beraman. No, hozir просто buni bilib olinglar. On egalik olmishlar, umumiy olmishlar. Женский roddagi narsa u demoqchi bo'lsangiz, ana. Sredniy rodda narsa u demoqchi bo'lsangiz, ano. Va ular demoqchi bo'lsangiz, ani. Ani. Mana sizning grammatikada u degan tushunchangiz. Xo'p, bularni hammasini tushundingiz. O'zi nima uchun rod kerak? Rus tilida rod sifatni ham oladi, sifatda ham rodi bo'ladi. Fe'lni ham rodi bo'ladi. Narsa buyumni rodiga qarab siz sifatni qo'shasiz. Masalan, o'zbek tilida chiroyli so'zi, chiroyli mashina, chiroyli uy, chiroyli kitob, chiroyli yuguryapti bo'lsa, rus tilida bu hammasi har xil so'zlar. Deylik, окончанияsi oxiriga tugallanishi har xil. Shu bilan masalan fe'l. Agar deylik, onam nimadir ish qilgan desangiz, u jins oladi. Yana o'tgan zamonda aytsangiz. Shu uchun rodni rus tilini fundamenti deb qabul qilsangiz bo'ladi. Va sizlarga boya aytib eslatib o'tdim, что buni o'zingizga screenshot qilib olinglar yoki yozib olsanglar ham bo'ladi. Общий rod haqida ham gapirib o'taman degan edim. Общий rod o'zi nima? Общий rod bu rus tilini grammatikasini prям bekorchilikdan o'rganadigan shaxslar uchun yana bitta kerakli narsa. Общий rodga ko'proq rus tilida o'zbek o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham to'g'ri keladigan so'zlar paydo bo'lib qolgani o'shalar kiradi. Masalan, молодец. Ana молодец, on молодец deyveramiz. Bu o'zgarmaydigan so'z. O'g'il bola ham молодец bo'lishi mumkin, qiz bola ham молодец bo'lishi mumkin. Griznulia, isqirti yoki kir yuradigan odam. Griznulia, ona ham griznulia bo'lishi mumkin, ana ham griznulia bo'lishi mumkin. Shunda o'sha griznulia so'zi bunga ham to'g'ri kelaveradi. Da? Или оно griznulia. Yo, endi anoga ko'pincha odamlar kelmaydi, o'sha uchun on yoki anaga to'g'ri kelishi mumkin. Umnitsa. Umnitsa ham murskorodga ham aqlli, dono desak, unga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bu narsalarni hammasini eslab qoling va pastdagi opisaniyada hamma narsani o'qib, yodlab olish esingizdan chiqmasin. O'zingizga даже PDF faylni Telegramdan yozsangiz sizlarga tashlab qo'yaman. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda podpiska va like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xudo xolasa keyingi darsda ko'rishguncha. До свидания.